bel og'rig'idan voz keching. Haliyam bel og'rig'i bilan yuribsizmi? Oyoqqa uradigan og'riq, uvishish, kuchsizlik joningizga tegmadimi? Dorilar foyda bermayaptimi? Har kuni yangi davo qidiraverib charchadingizmi? Xabaringiz bo'lsin. Bu bel grijasining belgilari. Lekin eng muhimi, bu holatni operatsiyasiz ham yengish mumkin. Igloterapiya orqali asab bosimi kamayadi, og'riq sekin yo'qoladi, organizm o'zini o'zi tiklashni boshlaydi. Minglab bemorlar yengillik topgan, siz ham kechikmang va hozirni o'zida og'riqlardan voz keching. Biz siz bilan birgamiz. Sizga yordam berishimiz kerak, bizni yo'qotmang. Ma'lumot foydali ekan desangiz like bosing va kanalga obuna bo'ling. Shunda to'g'ri ish tutgan bo'lasiz, chunki biz eng beozor, xavfsiz va samarali yo'lni ko'rsatamiz.